berasizmi? Olaman shuni. Makkalarni qimmat. Yili bozorni bilasizmi? Bozorni qancha deydi? Aka tovuq bozorlar qanday? Yaxshimi bu bozorlari? Yaxshi, to'ylardan 5 oladi, to'ylardan 450 oladi. Yaxshi qo'rozda 700 gacha oladi. 700 gacha. Ha, semizroq qo'roz bo'lsa, Xo'p. To'q ekan tovuqlar qancha? Ekan tovuq 550 600 gacha oladi. Xo'p. Otani bo'lsa 500 oladi yatsini. Xo'p, bozorlarni durumi qanday? Mardim bormi, yo'qmi? Bo'p. Xo'p. Jujalar qanday aka? Ha? Jujalar qanday? Sen bog'la katta kichik, to 200 dan 450 gacha juja bor. 450 gacha. Xo'p. Ha, tashakkur. Bu ham saqlanadi. Sana aksi olmaydi. Avo. Onun aksine böyle de burada. Gel tavuk kerakmi? Qancha emas? Menga aytsangiz. Aytgandi. 500 rupiyadan. Tilab olaymi? Qancha olasan? Ko'zim, qancha beradi? 550. Makkalarni qimmat. Yili bozorni bilasizmi? Bozorni qancha deydi? Yo, endi gapini aytaman. Bozor qimmat emas. Siz mana bozor qimmat bo'lmasa qimmat deyapsiz. Qaysi xo'roz? Bu pilla xo'roz arzonida. Mana. Bu xo'roz aka. O'z xo'rozi o'sha. O'z xo'rozi bir avldan olsa xotin ketiramiz, Xotin keltirgan, avo. Bechora uni olib ketaman. Avo. O'z xo'rozi yaxshi. 450 nima ishni qarata ekan 450 ni olmadi. Yo 500 rupiya bersangiz. beraman ke hammasi ya. 450 olib bir yerda kamaygan, bir gimali bering, olib keting, sizlar mana shu ko'rish xo'rozdan. Har vaqt keltirgan pasini shu pulga sotib beramiz. Mana davlatda sizga bermaydi, davlat bozordan kelin tavsiz. Bu davlat va udan qo'yib tavsiz. Shundoq qilmang, so'ramanglar shu. Yo, uni oling. Qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? 270 ga bo'ladi. 750. Qamay 20 yil. Yo, 20 sayi. Endi 750 ga berasizlar. Qancha bo'ladi? 1300 rupiya u bo'ladi. 470 ga bo'ldi. 470 ga bo'ladi. Har vaqt Berdimi? Shani bilan kelmaydi. har vaqt ketiring pasini mana shu pulga sotib beraman sizga men. Amsodan siz. Ay 20 rupiyadan o. 500'den kam vermeyeyim mi? Size ver o. Hayır, maddeden saydım. Ne o kadar sot almayısın, noksa etmeden yüzüne karatızın. Yok fayda diye. Ha, juda dao. Ko'ring. 9 dan berma shu odam. Ha. Çok jalloqqa 9 da berma. Mana buni 200 olaman deydi. Mana buni 400 dedi. 900 ham deydi ko'rdi.
Oshnaman bilan rahmat bilan tanishman bilan. Mana 5 deb olaman deb turibdi mana shuni o'zini mana 9 ekan tilaydi mana shu bacha. Xoziyatimda ekan hozir. Bir dona menga ber, ikkisini beraman. Bir dona menga bersan. 950 yaxshi pul qildimi? 960 ga o'zim oldim. Boring. Ha. Olish o'zim oldim. 900 40 ta qanyanlar, 40 ta bo'ladi. Yaxshi tavlar, yaxshi. Qanday qildi? Qanday qildi? Asad 500 ga men olaman. Xayr ekan, ham sotdingiz yaxshi. Mana shu yerda qolarsan, javlat deyman, qolmaydi. Qanaqa qiladi? Yo'q, bozor yo'q. Dilmamat boy birodar. Oldingizmi? Yaxshi pul beradi. O'tadi, Amidul aka. Shiplab o'tadi. Bu nima qilasiz? Kibalda e'lon qilib o'tiribdi, o'tadi. Voy, mana shu pul o'tmay olmay-olmay, ostayna bir ropor berilib shundoq savollar o'tkazdi. Savoladi. Men o'zim ham shu bilan bir tadan 3000 oldim, bir tash kuyini ro'yxon olmaydi, o'tmaydi, unga aytdi. Mana dedi, yerda xabarlash kerak edi, aytib qo'ydi. Olib qo'ying. Bundan to'g'rilamasinlar dedi. Yerdan topadi, yo'q bo'lgan. Ko'mlar qancha beradi aka? 500 dollar beradi. Kam olaygan nayba xudo. Shunda qo'shib ketishdi qo'lingizda. Xudo o'zim olaman. Baxa. 500 dollar. Bu jinoy o'sha. O'smay oldingizmi? Hadi. Ko'mlardan bitta olaman. Selam Murat. 11. 1200 bela mazroq bo'lsa. Ha? Qancha dedingiz? Siz qancha? Urishini ham oling. Ha, tağda oling, tağ yaxshi ekan. Tağım o'zimda. Tillag'im sindirdim. Yaxshi qattiq urabgan. Shu qattiqmi? He, qattiq. Qo'rg'on qattiq chaqamo? Shira tarolmay turgan. Qo'rg'on qattiq chaqamo? Ay, urushar bor, urushib qapatim, shunga ham. Hamid qo'shni maydon urayni, bachasi shu. Sizlar maydon urayni. 1300. Yo'q, To'xtang bir aksi. Hey, nima? Ko'zda o'shani malani ko'p ushma, he. Yerda tuxumli, hozir tashani olib Olib beradi vaqtida, o'shandan bo'ladi.
Qancha qilding ey davlat ovozi. Şüpheli uçtu diye bir yandı. Uçtu diye bir uçtu diye onu veremem. Buranın o yer var diyorum. Bilsem o'ylayni olaman shu taomlarni, mana shu jo'ja taomlarni. Nima qilasiz boshqasi? Ha? Tuxumga toza kirgan jo'ja taom, tuxumdan qolgan taom, biltirki taom. 420 rupiyadan oldim shularni. Avo, 400 aylo, qoni, buni 250 ga bermadimi? Bitta gap. Buni uchun sizga beraman. Har vaqt keltirgan pasini ham sotib beraman. Yo'q. Nimasi? Buni 300 dan qironi ham kam bo'ldi. Ha, sizga aytdim, men uni ish bilan meriti keling mana aytdim, sizga beraman dedim. Ha. Sizlar nima uchunki bu yerga chiqsa, bular shuna bir ta'qul yuradi boshqa raqam. Yo'q, qo'rqdim men, kasal bo'ldim. Yo'q, bular kasalman. Ham shu kasalmaslik berib aytdim, yelingni keltiring olaman. Ha, sanda. Yaxshi kun. Bani kapattirish نحاول ندير Qara xo'jaya ulardan bitta para olib beradi. Darab kelmadingiz ya. 450 dan shunday ikkita vatani yuribsa qadim vatanlardan. Zayrem bu yer qadim vatanlardan olaydi. Yo'q o'tadi. Yo'q, bu asl vatan emas-da. Bu javob. Bu qadimki toji vatanlar emas. Kayinni yer ko'rib temizlaram.
Vermaydi. Shunda bir kesadan. Ha. Hammasi o'zim qancha deyapman? Bir takiraydi menga shu bersangiz yaxshi bo'lardi.
Shu birta kerakli uchun shunday narsa qildim men ko'ta tuxumli. Qishqirmada pulinglar-a? Çok kişiler başka rakam. Berasizmi? Berasizsan. Beraymi, beraymi? Ey. Hozir. Ha, kaka. Ana oraya pul var. Ha, ko'chada o'tilmaydi. Beraymi, beraymi? Nima shu? Juda xarob bitta bor. Mana. Shumi? Ana shu bor. Bunaqa aksina. Olmayapti bor. Havolering erish qali qiladi. Guzorisha kelyapti bilaman. Nima diyor? Referans letteriyada nima diyor? Mana bu araba makinalari bilan. Mana bu alalar chidaydi, olinganlar.